Hoji aka, kvartiraga kirganimga ichma-ich bo'lmasin o'ylar dedingizmi? Siz uchun topib qo'ydimmi, Hoji aka? Ana endi bismillah deb sizga obzor qilaman. Mana shu tashqari taraf kirganda to'g'rizda garderob shkaf ayollar va erkaklar uchun bo'ladi. Alohida eshiklar turadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu zaldan boshlaymiz. Hoji aka, xudo xolasa mana shu zalga kirganingizga juda ham kattagina-yu bu sartepo 5 qavatlik domni birinchi qavatda joylashgan. O'zi aslida eski domlarda mana shu yerdan bu yog'i kadastrga kiriladi, bu yog'i kadastrga kiritilmaydi. Tagida podvol ham bor. Har bitta xonasiga trezasi bor, gap bo'lishi mumkin emas. Hoji aka, buni kvadrati kamida 70 kvadrat, lekin bular eski domlarning kadastrida 56 mi shunaqa yoziladi. Chunki mana shu yerlar ham kadastrda kiritilmaydi. Ana endi bu kattalar uchun yotoqxona gap bo'lishi mumkin emas. Hamma mebel jihozlari bor, televizor bor, duh konturli katyoli ham bor. Ana endi 3-xonani ko'rsataman sizlarga. Gap bo'lishi mumkin emas. Yevromontaj qilingan, bexavotir olsangiz bo'ladi. Mana bu kuxni novostroykalarga mana shunaqangi kuxnilar kamdan kam uchraydi. Hammasi mana shunaqa tashalgan. Buni razdojnoy oyna qilsangiz agar kuxni alohida mana shu 3-xona qilsangiz ham bo'ladi. Bu popolu olsangiz agar 70 kvadratdan ziyod, lekin kadastrda 56 yoziladi. Narxi 60 ming, yana ozgina savdosi ham bor. Pastdagi nomerlarga srochni aloqa chiqing, chunki bir kunga sotilib ketadi. Hoji aka, mana bu bana option bo'ladi va shu did bilan qilgan gap bo'lishi mumkin emas. Pastdagi nomerlarga srochni aloqa chiqaringlar.